Gel yürüyünte hocalar. Yurtlarga ko'raylik. Mana Qirg'iziston xalqi ko'rsin mana. Qirg'izistonliklar bemalol kelsin bizning klinikaga. Xo'p, Farg'ona shahridagi Ismoilbek klinikasida, xo'p, o'zimizni shaxsiy o'zimizni klinikamizda davolab chiqaramiz, davolaymiz. Mana hojanamizda e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, juda ham qiziq suratlar mana. 65-yilga qolamiz. Ikkala tiza bo'g'imida osteoartroz kasalligi 3-4-bosqichi, 3-4 bosqichi shu bo'yicha davolanyapsiz. Bu haqda ko'proq endoprotez haqida gapirishgan sizga oldin, sun'iy bo'g'im qo'yish masalalari haqida gapirilganda oldinlari gapiriladi. 3-4-bosqich bo'yicha. Qachon qanday o'zgarishlar o'yizda? Allohga shukr, endi sababini istab keldim bolam. Ancha yaxshiman. Ozmi ko'pmi yaxshisiz o'zgarishlar? Allohga shukr. Oldin haligi xasta bilan kelganman-da endi. Yurishlarim ham ancha yengil bo'lib, endi Alloh sizni sabab qilib qo'ysa ilohim. O'zini sinfidan yaxshiman. Umid qilyapman, operatsiya bo'lmay shu bilan sabab bo'lib yaxshi bo'lib ketishga. Ilohim, qayerdan keldingiz? Qaysi tomondan keldingiz? Qirg'izistondan O'shda. O'shda mana hozirgi kunda bizning klinikamizda 60 ta ko'rganimiz bo'lsa, o'shandan 20 ta Qirg'izistonlikda. Endi haqiqatda hojanamizda tiza bo'g'imidagi muammomiz ancha kuchaygan bosqichi, lekin bemorda tashqi ko'rinishi, tuzilishi, umumiy holatiga qarab turib, endoprotez qo'yish masalasini so'roqdan ostiga qo'yib turib, biz ham Allohdan so'rab turib harakat qilyapmiz. Lekin yurishingiz yaxshi. Birinchi bitta hojonish. Mana yurishlarni ko'ramiz. 65-yil, 3-4-bosqich. Kelavering hojoni. Kelganimda oqsoqlanib bunaqa yurishga deydi, oqsoqlanib yurib. Gel yürüyünte hocalar. Yurtlarga ko'raylik. Mana Qirg'iziston xalqi ko'rsin mana. Qirg'izistonliklar bemalol kelsin bizning klinikaga. Xo'p, Farg'ona shahridagi Ismoilbek klinikasida, xo'p, o'zimizni shaxsiy o'zimizni klinikamizda davolab chiqaramiz, davolaymiz. Mana olib keling. Haqiqatan qarayotgan bo'lsangiz, 65-yil, 3-4-bosqich chap tiza bo'g'imida, 3-bosqich o'ng tiza bo'g'imida qo'ygan ekanmiz, hojoni. Yaxshi. Endi o'zingizda shu soha bo'yicha qiynalgan bemorlarga qanaqa maslahat berasizki, bunaqa holatga kelib qolmasligi uchun? Endi Hojoni, nima sababdan 3-4-bosqichga olib qo'ygansiz? endi men ko'proq meni grijam bilan davolashganda oyog'imni ko'pam ekan. Rengi kiydirmaganman ham. Biroq menga aytmagananda. Vrachga borsam, grijamni davolash olgan, shuning uchun o'tib ketdi dedizda. Endi aytmoqchiman, hamma yoqda bir qator obdan tekshirtirib, Hop. oyoq bellarni yaxshi tekshirtirib, yaxshi sizga o'xshagan sohadagi yaxshi professional doktorga ko'rsatish kerak ekanda bolam. Menga endi buni biror maslahat bermagan, tizani ham bir yengil qilib ko'raylik demaganda. Endi shuning uchun hali siz aytmoqchi o'tib ketdi-da. Ketgan. Hozirlarda gapirlari juda o'rinli bo'ldi, chunki bemor bilan suhbatlashganda, bemor oldimizga kelganda, anamnez olayotganimizda hamma tomonlama sinchkov ko'rish kerak ekan. Chunki mana hojona faqat beli bo'yicha davolangan, lekin tizzaga e'tibor bo'lmagan. Agar o'sha mahal e'tibor bo'lganda, unchalik bo'lmas. Endi Qirg'iziston ahliga klinikamizni tavsiya qilasizmi? Albatta, men ham sizni shu internet orqali kuzatib, bir marta emas ancha kuzatdim. Keyin men o'ga o'xshagan bemorlarni ko'rib, hasratga bilan kelganmiz, mana Allohga shukr, yaxshi bo'lib qoldik, hastalarni tashladik degan uchun Allohdan sizni endi nima qilib sabab bo'lib qolsin deb bolamga aytdim, bolam olib keldi bolam. Endi tavsiya qilamanki, shu Dostonbek sizga kelib ko'rinishlarini, sizni klinikangizga. Bizda endi Qirg'izistonda bunaqa kislorod degan narsa yo'q-da. Yo'q. Endi birinchi eshitishim o'zimga ham. Mana endi Allohim endi shu kislorod sabab qilib qo'ysin, avvalo sizlarni sabab qilib, shu kislorodlarni sabab qilib, o'zini izni bilan shifo bersin, ko'p qatorga bizlarga ham danimizda Alloh shifo bersin. Bolam. Yo'q, men aytganingiz kelsin hojoni, mana kislorod haqida, Ibrohimjon gapirib bering kislorod haqida mana. Kislorodni mana aytib berasiz sizga ta'sir mexanizmini. Kislorodni vazifasi o'sha sizga endi oddiy qilib tushunadigan tilda tushuntiradigan bo'lsam, o'sha tiza bo'g'imiz orasi bir-biriga yaqin holatda turibdi. Uni biz o'zi nuqtalari bor. Ana shu nuqtasi orqali kirib, ichkariga bosim o'sha toza 100% kislorod yuboramiz. O'zingiz ko'ryapsiz. Buni yuborganimizda bu bo'g'imning ichida bosim hosil bo'ladi va o'sha yaqin turgan so'ylaringiz orasi ochiladi. Ochilishining hisobiga bitta qonlanish yaxshi bo'ladi. Sinovial suyuqligi bo'ladi. O'zini o'sha yo'llari ochiladi. Ikkita narsa bir-biriga tegib tursa, qattiq harakat bo'lib, shilinib, yemirish kuchayib ketadi. O'shaning hisobiga bu bosim hisobiy orasi ochilganda ancha harakatlari yaxshi bo'ladi. Asosiy vazifasi shu. Uni shogirdim to'g'ri aytyaptiki, kislorod u haqiqatda 100% narkoz mahalida ishlatiladigan, burunga suqib qo'yganda nafas olishadi-yu. O'shaqa kislorod bo'g'ijon. Bu oldindan ishlatiladi bu narsalar. Ya'ni ko'p joyda qo'llanmasa kerak. Endi kitob aytadiki, xalqimiz bir oltin qoidasi bor, qush ham inida ko'rganda qiladi. Ya'ni biz inamiz, shu ustozimiz Ismoil aka klinikasida ishlaymiz. Biz ustozimizdan savol olganimiz uchun biz o'sha joydagi muhitni o'rganib, ustozimizni o'sha bemorlarga qilayotgan kislorodlarni ko'rib, uni ta'sir mexanizmini bilib, keyin mana qolgan bemorlarga tavsiya berganmiz-da hojat. Ilohim hojani sog' bo'ling.